Bular nima endi bo'ladi? Nima ish qilasiz o'zi? Biz logistik kompaniyamiz, Xitoydan yuklarni olib keltirib beramiz. Bu klientlar zakaz qilgan yuklar jamlanmasi bitta klientga bo'lmaydi. Bu yerda ko'p klientlar yuk yig'ib, biz Xitoydan O'zbekistongacha olib, O'zbekistondagi ofisimizdan yuklarni olib ketish uchun qulaylik yaratib berganmiz. Bu ish bilan necha yildan beri shug'ullanyapsiz? Bu ishdan men 3 yildan beri va men ishlayotgan kompaniya 6 yildan beri ishlamoqda. Hozir Xitoydan necha kunda keladi bular? 6-9 kun srok beramiz biz. Yuklar o'z vaqtida hozircha hammasi zo'r, chunki tamojiy skladlarimiz yangi sistemalarda ishlagani uchun muammolar kam. Zapret bo'lgan narsalarimiz bor va oddiy yuklarimiz bor. Oddiy yuklarni zakaz qilsangiz, srok shuncha tez keladi. 5 kun ichida ham kelishi mumkin. Hozir biror marta Xitoydan zakaz urmaganlar bor. Ular qanday qilib sizga murojaat qilishi mumkin? Bizni alohida Telegram kanalimizda darsliklar to'plami bor. Bizga murojaat qilgan holatda o'sha pastda yozilgan nomerlar orqali aloqaga chiqib, bizdan ma'lumot olishinglar va zakaz urishni noldan o'rganishinglar ham mumkin. Akani Instagramini, nomerini kommentga yozdirib qo'yaman. Video tagida bo'ladi. Bemalol murojaat qilsalaring bo'ladi. Tamam. Sog'